Assalomu alaykum. YouTube'dagi bizni podpischilarga alangali salom. Qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlarga Farg'ona viloyatidan salom yo'llayapmiz. Hozir mana Farg'onadagi o'sha Termatech zavodiga kelganman. Bu yerda meni juda qo'ymay chaqirishdi. Mana qaranglar mana. Qanday radiator. Mana shu narsa birinchi marta kelganimda yo'q edi. Mana shu chiroyli qilib qo'yishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Gullarni. Endi zakazga doim tayyor turish uchun shu zakazda to'xtab qolmaslik uchun to'ldirib tashalgan, ko'rasizlarmi? Dizaynlar formasi bir yo'qolmaslik uchun ustiga yaxshilab chirmab o'rab qo'yilgan. Bu video bilaman, meni YouTube'da yaxshilab kuzatadigan kuzatuvchilarni men juda qattiq hurmat qilaman. Mabodo ko'cha-ko'yda ko'rishib qolsak ham, men sizni YouTube'da kuzataman desanglar, men bir yaxshilari 5 berib, erkak kishi bo'lsa endi bir quchoqlab qo'yishga tayyorman. Sababi negativ hech ko'rmaganman. Bu videoni qilishimdan nega juda xursand bo'layotganim, men qachondan beri bir talab tavsiya qilgandim shu zavodga, iltimos bir showroom qilaylik. Katta o'zi showroom zavodlarga nima kerak? Bitta shu narsani bir tushunib olaylik. Har bir ishlab chiqaruvchi o'zini mahsulotini mijoziga katalog orqali yoki internetda saytlar orqali ko'rsatgandan ko'ra, uni mijozi shu mahsulotini mana misol uchun mana shuni ushab ko'rsa, og'irligini ko'tarib ko'rsa, mana bunaqa qilib ichidagi o'sha narsalarni bir paypaslab ko'rsa, nijniy podключение, vesini, keyin buni dizayniga moslashish uchun o'zini kerakli o'sha domdagi proyektlarga moslashish uchun ushab ko'rishi kerak. Bu faqat radiator zavodiga taalluqli emas, mebelchilarga, hamma ishlab chiqaruvchilarga, kiyim-kechak bo'lsin, oyoq kiyimdan tortib o'sha kostyum shimgacha texnik ishlab chiqaruvchilarga, o'sha aytgandek mebel bormi, kuxonniy mebel bormi, xolodilnik, uy jihozlaridan tashqari shu mashina, mototsikl, velosiped, mashina hammaga taalluqli. O'zini showroomi bo'lsa, katta mijozlar kelsa, ya'ni katta partiya oladigan misol qo'shni respublikadan kelsa, bir ko'raylik mahsulotinglarni desa, mana mahsulot katalogga berilmaydi yoki bir saytda ko'rsatilmaydi. Kelishsa, mehmon bo'lib, mana shu joyda o'tirib, gaplashib, muzokaralar olib boriladi. Undan tashqari bu yerda ustalarga darslar ham olib borsa bo'ladi, bir seminarlar qilsa bo'ladi. Ayni shu radiatorlar to'g'risida men sizlarga hech kim bermagan ma'lumotlarni birma-bir berishni boshlayman. Buning matnini qaranglar. Har doimgidek oxirida o'sha joyda juda zo'r narsalar aytaman. Xo'sh, radiatorlarning ranglari to'g'risida. Rangi silliqlik nisbatidan, ya'ni ushlaganingizda glansiviy yoki matoviy bo'ladi. Ikki xil bo'ladi. Ya'ni glansiviy, matoviyni ko'rsa yaltirab turibdi. Bunisiga qarasangiz sal matoviyroq. Shu dizayner, arxitektorlar mana juda yaxshi tushunishadi. Ular glansiviy yoki matoviy qilib tanlashadi. Razmerlar to'g'risida, ularning tiplari to'g'risida ham hozir gaplashamiz. Endi mana ranglar bo'yicha juda chiroyli ranglarni ko'zga bir dam oladigan maza ranglarni tanlab mana shu yerga qo'yib qo'yishibdi. Baraka topsin. Ranglari to'g'risida men bundoq sanab chiqdim. Qaranglar. Bitta mana chiziqchasida qizil, jigarrang, yana bir yorug'roq, mana shunaqa kafeyniy rang qilib qo'ygan. Mana shunaqa rangdan har bitta palichkasida 3 ta ekan, mana 1, 2, 3. Shundan sanab chiqsam 37 ta chiqdi. Ko'paytirdim, 111 ta rang chiqdi. Men keyin zavodda shu marketing bo'limidan so'radim. Bor yo'g'i 111 xil rangmi desam, aka dedi, cheksiz rang dedi. Xohlagan dizayner xohlagan rangini olib kelsin, xuddi o'shanaqa qilib chiqarib beramiz dedi. Faqat endi bir narsani to'g'ri tushunasizlar. 10 ta dona uchun shu radiatorlarni kraskalash uchun bir vannaga sochim bir 200 litr yo 500 litr kraska solib qo'yiladi. 500 litr kraska solib turib 10 ta dona, 100 ta dona radiator chiqarilmaydi. Shu sababli zakazga ham bog'liq. Zakazinglar 10 ming donadan oshiq bo'lsa, o'sha bir xil rangi o'shandagina xohlagan rangni chiqarishadi. Keyin yana bitta sirazi o'rinli savol tug'iladi. Rangli radiator bilan oddiy oq rangli radiatorni pulida farqi bormi degan savol keladi. Albatta farqi bo'lishi kerak. Chunki oq radiator bu tekin radiator, kraska yo'nalishida, ya'ni bunga pul to'layotganida, shu radiatorni sotayotganida o'zi oq bo'ladi, bo'ldi. Shunga rangiga o'sha pulning ichida bo'ladi. Lekin siz shu rang tanlasangiz, qo'shimcha xohlagan biron bir rang tanlasangiz, har bitta radiatorga taxminan 100 ming so'mdan bir 150 ming so'mgacha, bir 200 ming so'mgacha o'ynaydi. Endi $15 deyishsa, shu 180 ming ekan. Men 150 mingdan 200 minggacha o'ynaydi. Endi u kraskani qayerdan olib kelishiga qarab, odatda biza Termatech zavodida ishlab chiqarilgan shu
Thermalux kreativ radiatorlariga biz kraskalarni chet ellardan olib kelinadi. Asosan Turkiyadan olib kelinadi, misol uchun. Istalgan turdagi ranglar tanlovini ko'rasiz, palitraga muvofiq. Endi eng qizig'i boshlandi. Texnik tomondan. O'zi radiatorlar oldingi paytda faqat texnik vazifani bajargan, ya'ni uyni isitish vazifasi bo'lgandi. Uni funksionali bo'yicha uyni isitish. Hozirgi kunda zamon rivojlanib, radiatorlarning vazifasi isitishdan tashqari yana dizaynni bajaryapti, ya'ni chiroyli bo'lishi kerak o'zidan. Endi chiroylilik nisbatidan olinadigan bo'lsak, podключение bilasizlar, 4 ta tomonda teshik выходi bor. Mana bu yoqda 1 2, keyin mana 3-inchisi, 4-inchisi. Bilasizlar, nijniy podключение qilib ikkita yondan-da ulab qo'ysa bo'ladi. Bunda podacha bu yoqdan berib, obratgan bu yoqdan chiqarib yuboriladi, bu tomoni zaglushka qo'yiladi, bir tomoniga havo chiqargichni qo'yib qo'yiladi. Yoki diagonalda ulab qo'ysa bo'ladi. Podacha tepadan, obratga pastdan yoki podacha tepadan, obratga pastdan. Lekin mana shu holatdagi podacha obratgani o'rniga 3 metrli eni ko'rsam, 3 metrli radiatorlarga qo'yish tavsiya berilmaydi. Ya'ni podacha tepadan, obratga pastdan bo'lsa, issiqlik o'sha joyini o'zida aylanib qolishi mumkin. 1 metrgacha bo'lgan radiatorda taxminan yaxshi ishlashi mumkin. O'sha 40, misol eni mana ham yozib qo'yibdi. Uzunligi 40 dan 3 metrgacha debdi. 40 santimetrdan mana 400 millimetrdan 3000 millimetrgacha. 400 degani o'sha 40 santimetrli mana shunaqa kichkina radiatorlarda tepada podacha obratga pastda bo'lsa ishlaydi. 40, 50, 60, 1 metrgacha ishlashi mumkin, lekin effekti pastroq bo'ladi. Agar sizlarda endi montaj paytida uylarning dizayniga nisbatan shu truba bu yoqdan kelib shu joy o'zi tugatmoqchi bo'lsangiz shunaqa. Lekin iloji boricha to'g'ri ishlashga tavsiya beramiz, ya'ni podachani diagonal holatda tepadan berib, obratgani pastdan qaytarib yuborish. Yoki juda estetikani bir shaydosi bo'lsangiz, yaxshilab e'tibor bilan eshitinglar. Estetikani shaydosi bo'lsangiz, lekin sizga shu chiroyli, go'zallik muhim bo'lsa, podachani ham pastdan berib, obratgani bu yoqdan olsa bo'ladi. Effekti tablitsalarda 88% deyilgan, lekin u bir 10-15 minutdan keyin radiator isib olgandan keyin u 88% 100% ishlashni boshlayveradi. Lekin siz shu podacha obratkalarni mana shu yonidan bergingiz kelmasa, undan ham go'zal решение bor, ya'ni radiator нижнего подключения. Kompakt ventil radiator deb o'zbekchalab aytiladi. Bu standart kompakt, ya'ni standart degani bunaqasiga. Kompakt ventil degani ya'ni tegidan o'sha podacha obratga bir joydan keladi. Mana shu joyda zavoddagilarga respekt, kommentariyaga hozir o'zidan respekt yozib, obuna bo'lib, o'shani layklarni bosib qo'yinglar, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'ysanglar, bundan keyin ham foydali informatsiyalar berib boramiz. Mana shu joyda ko'rib turgan bo'lsanglar, podachani beryapti. Ko'pchilik mana shu podachani agar nijniy podключение bo'lsa, mana shu holatda mashinada turadigan-da nijniy podключение ko'ringanda o'ylashadiki, podacha berdim, mana shu joydan issiqlik chiqib, mana shu joyda qanday sovuq ekan, qanday radiatorda konveksiya holati, ya'ni isitish holati paydo bo'ladi deganda, mana tushunarli bo'lish uchun ichida mana shunaqa injenerlik yechim qilingan. Mana shu joydan issiqlik kiradi, tepaga olib chiqadi, tepadan taralib turib, keyin obratga bo'lib chiqib ketadi. Mana shunaqa holatda nijniy podключение deyiladi. Endi bularni razmerlari, tiplari to'g'risida gaplashamiz. Birinchi o'sha standart radiatorlarni balandligi, ya'ni shu tegidan tepasigacha bo'lgan balandligi 300 mm, 400, 500, 600 debdi. Ya'ni 30 cm dan 40, 50, 60 cm gacha bo'ladi. Bu hozirgi ko'rib turganimiz 50 cm lik radiator. Balandligi chundagi 30, 40, 50, 60 cm bo'ladi. Uzunligi 40 cm dan boshlab 3 metrgacha bo'ladi. Mana uzunligi, ya'ni mamlaqasiga mana shu ko'rib turganimiz 40 bo'lishi kerak, 40 yo 50. Lekin uzunasiga o'sha radiatorga o'xshab bir vagon, parovozga o'xshaydi, uni 3 metr bo'ladi. Chundiga demak balandligi 30, 40, 50, 60, bunaqasiga 3 metrgacha bo'ladi. O'zingizlarning dizayningizga, joyingizga moslashinglar. Endi tiplar to'g'risida gaplashamiz. Tip 10, tip 11, tip 21, 22, 30, 33. Mana shu tiplarni videoni oxirroqda o'sha narigi tomonga borganda dona-dona tushuntirib beraman. Sizlardan bor yo'q o'sha kommentariyaga foydali deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. Xo'sh, bu standart radiator to'g'risida gaplashdik. Endi mabodo sizga mana shu nijniy podключение radiator qiziq bo'lib qoldi. Buni razmerlari qanaqa ekan deb
mijozinglar so'rab qolsa yoki mana siz o'zingiz uy egasi sohibi bo'lsangiz sizlarga buni balandligi mana xuddi o'sha pastdagi standart radiatorga o'xshab buni ham balandligi 300, 400, 500, 600 ya'ni 30 cm, 40, 50, 60 cm. Shu joyda bitta foydali informatsiya berib ketaman. Professional injener teplotexnik sifatida radiator o'rnatayotganda ko'pchilik qiladigan bitta ikkita xatolarni aytib ketaman, qaranglar. Radiatorni o'rnatganinglarda mana shu oynani tagida ko'rsataman. Xo'p, naryoqda bor ekan o'rnatilgan. O'rnatganinglarda eng minimal balandlik 10. Tegidan 10 bo'lish kerak. Ya'ni radiatordan chiqqan issiqlik tepaga chiqib, tepadan sovuq havoni prodavlit qilib, ya'ni ezib pastga tushgan payti mana shu havo konveksiya holati deyiladi. Konveksiya bo'lishi uchun yerdan 10, kamida 10, 15 cm gacha ko'tarsa bo'ladi. Tegidan o'sha iliqroq havo kirib turib, bu yoqdan issiq havo chiqishi uchun mana shunaqa holatda bo'lishi kerak. Undan tashqari bir ikkita joyda shunaqa xato, ozgina shogirdlarning xatosiga ko'zim tushdi montajlarda devorga yopishtirib qo'yishibdi. Endi bilmayman dizayner aytganmi yoki shu orqasidagi kronshtaynni kesib turib devorga mana shunday yopishtirib qo'yilgan radiatorlarni ham ko'rdim. O'sha havo kirganda orqasidan ham aylanish uchun o'sha o'zining kronshtaynini minimal o'sha 3 cm-ligi bor. Bunaqasiga qo'yishinglar 5 cm bo'ladi. O'sha havo yaxshilab aylanish uchun mana shu tegidan bundoq kirib, mana bu yoqlardan chiqib kelish uchun devordan ham qochish kerak, pastdan ham qochish kerak. Mana shunaqa. Bu yerda ham mana podключение ko'rasizlar. Padachani pastdan beribdi, obratgani ham pastdan olib chiqib ketgan. Shu holatda tepadan ham bersa bo'lardi, lekin bunda ham hech qanaqa bir qo'rqinchli joyi yo'q. Endi davom etamiz. Ranglar bo'yicha chumoliga 111 ta rang bor, lekin cheksiz rang tanlasa bo'ladi. Olib kelgan xohlagan rangiga qilib beramiz. Endi tiplarga yaqinlashyapmiz. Mana standart higienik deyiladi. Balandligi boya aytganimizdek mana 30. Mana bir qarichimiz taxminan 20 bo'lsa 22 cm, yana 8 qo'shiladi. Radiator mana kreativ 30lik. Mana 40ligini ko'ramiz. Ana. Ko'rasizlar, 40 cm-lik balandligi, 50ligi balandligi, undan tashqari mana 60 balandlik, 4 xil balandlik. Endi bularning tiplari. Menga mana shu tema yoqadi. Hammamiz ko'rib o'rganib qolgan tip bu 22 bo'ladi. Eng ko'p ishlab chiqariladigan, eng ko'p zakaz bo'ladigan mana shu. Buni nomlanishi mana mamlakatlarda RR yoki RKR yoki RKR, endi mana buni lotinchada o'qilishida PKKP deyiladi. Panel, konvektor, panel degani. 22 tipda eng ko'p tarqalgani mana shunisi bo'ladi. Endi birma-bir o'rganib chiqamiz, qaranglar. Tip 10. Bu faqat paneldan iborat. Bittagina panel. Ko'rinishini mana sizga ko'rsatib qo'yaman. Mana shunaqa bo'ladi. Ko'rasizlar, faqat paneli bor. Ichida mana bunaqa konvektori bo'lmaydi. Mana konvektori bor. Agar konvektori bo'lmasa, faqat P, mana 10 tipdagi P, ya'ni radiatorlar o'sha panelning o'zi. Endi 11 P K deb qo'ygan, ya'ni panel hamda konvektor. Panel deganda mana shu ichida suv yuradigan qismi, K degani mana shu issiqlikni ushlab qolib, keyin sekin taratadigan qismi konvektor bo'ladi. Demak, tiplari 10 shunchaki P deb yozib qo'yilgan, faqat paneldan iborat. 11imiz PK, panel hamda konvektor. Endi 20 bor. 20 PP bunaqasini ko'rganmisizlar? Mana 20 imiz faqat nimadan ikkita paneldan iborat bo'ladi. Mana ichi ochiq mana. Shunaqa zakaz bo'lsa, bemalol zavod O'zbekistonda bo'lganligi eng katta nima deydi, plusi, foydali tomoni xohlagan zakazga qarab yurilaveradi. Tiplar 10, 20, 30 degani o'sha konvektori yo'q degan mana. Faqatgina panelni o'zi bo'ladi mana. 10, 20, 30. Endi agar 11 bo'lsa konvektor qo'shilgan, 21 bo'lsa bir dona konvektor qo'shilgan, 22 eng ko'p tarqalganida ikkita konvektor bo'ladi. Sirazi ko'rsataman sizlarga mana 22 hammamiz uyimizda eng ko'p ishlatilgan konvektor mana shu bo'ladi. Ya'ni panel, konvektor, panel mana. Panel, konvektor, panel. Endi shuni 21 varianti ham bor mana. 21 da panel, konvektor, mana panel, konvektor, panel. Mana shunaqa. Endi ba'zi holatlarda ham bir xil obyektlarda chiqib turadi. 33 tipdagi zakazlar ham bo'lib turadi. Buni endi o'sha
Hozir sababini tushuntirib beraman. PKKPKP ko'rasizlar. Panel, konvektor, panel. Mana shu 33 tip deyiladi. Bu kichkinaroq joyda, ya'ni shu radiatorni ba'zi bir joylar bo'ladi, xona katta bo'ladi, lekin radiator uchun montaj uchun kichkinaroq joy ajratilgan bo'ladi. Ana shu holati mana shu juda as qotadi. Yana bir esimga kelganda yana bitta zo'r foydali ma'lumot berib ketaman. Ba'zi bir obyektlarga borganimizda quruvchilar, prorablar shu eskidan bir o'rganib qolgan bitta kichkina xatocha bor. Xato deb aniq ayta olaman. Shu oynani tegini o'yib, mana shu oynani tegi bo'lsa, radiator bo'ladigan joyi oldindan o'sha yarim g'isht ichkariga qilib o'yib, suvab chiqib ketishadi. Bu xato. Kim nima desa, men xato deb aniq gaplasha olaman. Men o'zi doim aytaman, menga bir qo'ng'iroqlar bo'lib qolishadi. Oka bir sporlashib qoluvdik. Men aytaman, sport qilmang hech qachon. Bilim olingda bo'ldi. Eshitadigan odamga gapiring, eshitmaydigan odam bilan sporlashish hojati yo'q. Shuning uchun bilim bilan qilinadi. Qattan biladi shu uyga qurayotgan ustalar, misol uchun shu uyni teplopateriyasini hisoblash kerak. Teplopateriya degan bir katta fan bor. Shu oynani balandligi, enini hisob olinadi, devorning qalinligi, nima g'ishtdan qilinganligi, tashqi teplizolyatsiyasi, patologdagi lombozlari, to'pli pol bor yoki yo'qligi, nimadan iboratligi hammasini kalkulyatsiya qilib turib, radiator razmeri kelib chiqadi. Borsak, shu oynani shunday hisob olingan, ichkarisi bundani nisha deyiladi, o'yib turib, ichi suvoq qilib qo'yilgan bo'lib, o'shanga ichiga moslab radiator qo'yish kerak deyshadi uy egalari. Men aytaman, aka, yo'q, bu noto'g'ri. Birinchidan, bu xonaga mos bu radiator bo'lmasligi mumkin. Ikkinchidan, konveksiya hodisasi bo'lmaydi. Ya'ni o'sha radiator ichkariga tiqib qo'yilgandan keyin havo aylanmaydi. Faqat o'sha joydan issiqlik chiqib turaveradi, mana shu joy o'ziga taralaveradi. Shu sababli boyaga aytganimdek radiator pastdan ko'tariladi 10 sm, 15 sm-gacha orqa tomondan qochiriladi. Haligi nishani g'isht terib suv yuborish kerak. Iloji bo'lsa, parda buni to'sib turish kerak emas. Mana shunaqa shartlari bor. Endi oldingi paytlarda nima sababdan devorni o'sha nisha qilib o'yish kelib chiqqan sababini aytaman. Hozir boya aytganimdek, bu radiatorlar faqat isitish vazifasini bajarmayapti, dizayn vazifasini bajarayotganligi sababli oldingi paytlarda bilsanglar, chugun radiatorlar bo'lardi. Shu chugun radiatorlarni odamlar ko'rinishi yoqmaganligidan, xunukroq bo'lganligi sababli devor ichiga nishaga tiqib turib, tag'in tashqarisidan chiroyli yog'ochli bir dekorativni yog'ochlar bilan teshichalar qilib qo'yib turib qo'yib qo'yishardi. Bitta xonadonga borganimda aytib beraman, bir o'rtog'im uyim sovuq dedi. Shunda borsam, xuddi shunaqa devor ichiga chugun radiator tiqib qo'yilgan, ustidan yog'och bilan bunday teshikchalar qilib qo'ygan. Shundan ochib ketdim, hali yog'ochni ertasi kun telefon qilib uyim isib ketdi dedi. O'sha qanaqadir bir 30%, 50%, 80%gacha issiqlikni ushlab qoladi. Shuning uchun eng to'g'ri montaj mana shu tashqari montaj bo'ladi. Hozircha radiatorlarning tiplari to'g'risida beriladigan hamma ma'lumotlarim tugadi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mana shu Termatech aynan shu zavodni o'zidan olinyapti. Termatech zavodida ikkita brend bor, Termalux hamda Kreativ. O'zbekiston Respublikasini hamma viloyatlaridan dilerlar bor, do'konlar bor, so'ranglar, topinglar, bemalol hamma joyda bor. Ortig'i bilan to'ldirib qo'yilgan. Menga eng yoqadigani to'g'ri, hozir ko'pchilik narxi nima bo'ladi deb qolishi mumkin. Bu joyda bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Narx o'sha Rossiyada ishlab chiqarilayotgan radiator ham, Qozog'istonda, Ukrainada, Turkiyada ishlab chiqarilayotgan hamma mana shu panel radiatorlar Italiyaning Lias degan kompaniyasining stanoklarida ishlab chiqariladi. Demak, hamma ishlab chiqariladigan o'sha stanoklar, pechat uradigan, kesadigan, o'sha svarkalaydigan stanoklar bir xil brend bo'lsa, Lias degan kompaniya o'sha internetda qidirsanglar topsa bo'ladi. Hammasi bir xil bo'lsa, endi bularning farqi demak, faqatgina metallda qoldi, stal. Termatech zavodida o'sha temirni 1.15 ligini shu boshidan beri oxirigacha faqat shu qalinligini shuni ishlatishadi. Men o'zim shaxsan buni oldingi videolarimda kesib ham ko'rsatdim. Ba'zi bir zavodlar o'sha 1 millimetrdan qalinroq emas, o'sha yuqorrog'ini ishlatishar ekan. Ya'ni taroziga qo'yib tekshirib topsanglar bo'ladi. Misol ikkita bir radiator olasizlar, Termatechkini qo'yasizlar, bir tomonga o'sha boshqa bir zavodnikini shuni qo'yasizlar, tekshirib ko'rsanglar bo'ladi, oddiyroq yo'li. Lekin men u narsani kesib ham ko'rsatdim, taroziga ham qo'ydim, hamma tomonlama ko'rsatdim.
Bu og'irroq, ya'ni shu stalli qalinligiga nisbatan. Kraskasi ba'zi bir radiatorlarga o'xshab o'chib, ko'chib ketayotgani yo'q, sifati bir xil. Ishchi kuchi o'zimizni o'zbekistonliklar ishlashyapti. Narxi o'sha Rossiya bilan, Italiya bilan, Turkiya bilan solishtirganda buni endi sizlar xulosa qilasizlar, lekin ko'pchilik narxi o'shanga yaqin, bir-biriga yaqin deyishyapti. Nima sababdan u arzon bo'lishi kerak? Arzon bo'ladi, sifatga ta'sir qilib qolishi mumkin. O'sha stalli qalinligi yo'qolashi kerak. Yo kraska bir arzonroq, bir keyin 1-2 yildan keyin ko'chib ketadigan kraska bo'lsa, ana shundagina bu radiatorlarni sifati tushib turib, narxi ham tushishi mumkin. Shuning uchun bularni shu Termatech zavodini, bizani shu zavodimizni asosiy fokusimiz sifatni yo'qotmaslik. Eksportga chiqsak, ertaga shu Qozog'istonga bo'lsin, Qirg'izistonga, Tojikistonga, qayerga bo'lsa ham eksportga chiqsak, Afg'onistonga ham, Turkiyaga shu sizlardan ham bor yo'g'i shu layklarni bosib kommentariyada chiqsin, yo O'zbekiston bayroqlarini tashlab qo'yadiganlar bor. Shu ko'tarilsa, ana shundagina bu nima deydi, chet elga chiqqan radiatorimiz sifati past bo'lib, obro'si tushib ketgandan ko'ra sifatli bo'lib, shu markani ushlab turish asosiy fokusimiz bo'ladi. Sizlardan shu podдержка, sog' bo'linglar. YouTube'dagi bizani kuzatuvchilarni alohida hurmat qilaman. Salomat bo'linglar. O'qlarga kelasizlar, katta ob'yomlar bo'lsa, kelib shu yerda gaplashaverasizlar.